Bunga iftorlikni xolodilnigimdagi bor narsalardan dasturxon tuzdim. Albatta, birinchi menyuimizdagi taom bu chechevitniy sup, ya'ni mercimek sho'rvasi. Menyularda har doim sho'rva bo'lishi kerak, chunki oshqozonni ho'llab olishimiz kerak va qurib qovatgan batonlarimni shunaqa kesib, o'rtasiga mozzarella sirlarni qo'yib, oddiygina yog'da ikkita tomonini qizartirib oldim. Qolib ketgan shunaqa tvoroglardan esa shunaqa vaflilarni tayyorlashni maslahat beraman, chunki ko'p bolajonlar tvorogni o'zini iste'mol qilishmaydi, lekin tvorog qanchalik foydasi ko'pligini ham bilishmaydi. Shuning uchun vaflilar tayyorlab qo'ysanglar, mani bolajonlarimga o'xshab darrov bir o'tirganda yeb qo'yishadi. Bugungi menyuyim shulardan iborat bo'ldi va dasturxonlarni chiroyli bezab olib, albatta bor mevalarni ham to'g'rab, shunaqa qizlarim bilan birgalikda o'tirdik, mazza qilib suhbatlashdik. Alloh tutgan ro'zalaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Mani bolajonlarim ham juda ham xursand bo'lishdi va mani albatta duo qilib qo'yishdi.